hamma joyida shu именно tortma tiyagasi, betondan chiqqan tiyagaga qirrali bo'lsa, iltimos ustalardan iltimos qilishadi. Bu obyektda ham xuddi shu holat bo'lyapti. Mana Avero Silver mashinasiga mos kelib beradigan holat bo'lyapti. Mana tosh, rostlagan tosh, lekin Eron toshi yoki nimadir emas, o'zini obrazi, o'zini shaxsiy brendi bor desa ham bo'ladi. Qarang, har bitta qirrali chiqyapti. Mana tepadan ham, pastdan ham ko'rsatsa bo'ladi bu narsani, yondan ham. Buni hali biz hech qaysi obyektga qilmadik, lekin niyatimiz bor. Chunki bilamiz bu juda ham chiroyli chiqadi fasadda. Seli yaxlit ob'yomda tosh terilganini fonini beradi. Bu qanaqa tosh degan savolni ham odamning miyasida uyg'otib qo'yadi. Nimaligini tushunmay odam ikkilanish bo'lib qoladi. Qarang, tovlanishini buni har xil obraz mayda-mayda shishacha ko'rinishlar ham beryapti. Atak общий uzoqdan matviy fondan. Qirraga kelsa mana qirrali cho'tki chiqyapti.